Bilen ki bütün adabiyat hasta sekin böyle البروني الحارس الفرام أولادكم Mening Türkiye cahanda sevmetim var. Bu yok aynı bağında Özbek milletim var. Tilim Özbekçe bu, halkım da Özbek. Degan burhanlarimga hujjat. Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulü ve sahbihi ve hammalaringizni ibtidoda xush keldingiz deymiz, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men faqat majlis tanzim qilgan kurslar doirasidan sizlarni faqat xushomadlik deyman. Hammalaringiz xush keldingiz. Şu yoshlar ki şu majlisni tartib berganlar shu xonadonlardan sizlarni hammalaringizni salomat bo'ling. Qisqa shu til amniyat masalasiga qisqa so'zim bor, chunki qablan ham aytib o'tdik, til qurish bir shar qurish masalasi. Ya'ni har bir tilga gapirayotgan odam bir hissa qo'shmasa bu tilni qurib bo'lmaydi. Qismiki bir shaharni hech kim toqali bilan o'zi shaharni qurolmaydi. Binoan til har bir do'stlarimiz shu tilga gapiradi, har bir vatandoshimiz shu tilga gapiradi. Uni hissa qo'shishi shu tilni jahoroligi tushishi va shu tilni boyligi uchun lozim bo'ladi. Ya'ni hammamizga shu tilga gapiramiz. O'tgan kishilar bir narsa yozibdi va bir narsa hozirgacha bizga intiqol beribdi. Biz buni ko'proq yozsak, ko'proq o'qisak, ko'proq ilgari olib ketsak. Va o'tgan majlis ham taqriban 2 yil ilgari shuni o'tgan majlisda bahsimiz shu ediki, tano biz shu mahfil olish bilan va yo suhbat qilish bilan davom bermasak, amalga bir ta'dod ishlarni oshirsak. Chunki masalan yana majlisga kelamiz, she'rga bor odamlar aqal 5 ta o'zbek kitob o'qib kelsa, 5 ta o'zbek kitob o'qib kelsa va o'yiga aqal 5 nafar yerga o'zbekini alifbosini o'rgatsa, shu shaklda biz qila olamiz kelsa. Agar hamma narsamiz shunday bo'lsa-ki, biz faqat so'zimiz shu bo'lsa-ki, bir yig'ilsak, ketsak, dubara farhang madaniyatimizni bir mutolaa qilmasak, bilmasak, biz kelib qaydoq millat akamiz nima, qaydoq boy tilimiz bor ekan, bu ko'palo foydali so'z bo'lsin. Va ikkinchi masala shu hurmatli ustozlarimizdan tilaymiz, faxr qilamiz. Taxor satiga bizga hozir o'zbek tiliga doktorat satiga ustozlarimiz bor. Ya'ni bu 10 yil ilgari yo 20 yil ilgari bir bor narsa emas edi. Ammo biz hozir faxr qilamiz, doktorat satiga ustozlarimiz bor. Ustozlar bizni ra'namola qildilar. Bizni aytdilarki, mana bu til uchun, mana bu barnomamiz tilni yuksaltirish uchun biz xizmatlarigamiz suhbat qilamiz. Men hozir bir ma'muriyat yo mudiriyat masalasi bilan mas'ulman. Shu akademik sohasidan bir tek uzoq bo'lganman. Shuning uchun ustozlarni ko'proq xitob qilamanki, ustozlar hozir sharoitga mas'uliyati tilni mavzusiga ko'proq. Buni shu ustozlardan istaymiz. Bizni ra'namola qilsalar va shu tilni ilgari olib ketish uchun bir ish qila olamiz. Hozir masala yaxshi bo'lgan, sizlar jarayonga borsizlarki,
برای ergali taqriban shu turk alifbosini masalasini ustiga nima bo'ldi, ittifoq bo'ldi. Mana shu masalani kullisini bayd update qilsak va shu sharoit bugungi tilimizda ergali olib kelsak. Ko'p minnatdormizki bizga Navoiy va Bobur navisinda va shoir va hukumatdor bo'lganlar bir narsa yozib bizga qo'yib ketganlar, bizga meros qo'yganlar. Ammo biz ularning merosini bayd ko'proq ergali olib kelsak, ko'proq sharoitga mutobiq sharoit bayd bir narsa yozsak. Hozir sharoit ustozlar yaxshi sizlar bilasizlar. Sharoitda bu katta kitoblarki hozir nimalarga bor? Kitobxonalarga bor va yo siz bizni tog'chalarimizga bor, u sharoitdan o'tgan. Sharoit bugun maqola ilmiy iroa qilib, sharoit bugun mutobiq sharoit o'zga yozuv munoq kerak bo'ladi. Agar shunday sharoitga biz omoda bo'lib, har kun bir narsa yozmasak va hech kim bizni tilini o'qimaydi. Shuning uchun ustozlarimizdan istagimiz shuki, bizni rahnamolik qilsalar bu narsaga ergashib va boz ham men majlisni bajargan kishilardan katta minnatdorlik bildiramizki, do'stlar hozir Badaxshondan ham kelgan, hamma joydan kelgan shu majlisni yaxshiroq shaklga bajarsak va bu yerga bormadim ham hammasi shu yoshlar bir joyga bo'lganki shu majlisni yaxshi tantanali o'tkazsak. Umidvorligimiz shuki oyinda majliskaki oyinda yilga agar bizda majlis barguzor qildik, bundan ko'ra yaxshiroq va tantanali barguzor qilsak va mavzuga aytib o'tdim, shu savoddor mardum, bileykon mardum bayd 5 ta maqola o'zbaki va 5 ta kitob o'zbaki o'qib kelsa va o'ylariga va amxonalariga tilni o'rgatsa. Navoiy she'r aytadiki, himmat qiluvchi bo'lsang, tilda amxonalarga o'rgat, himmat qiluvchi bo'lsang, begonalarga o'rgat. Ammo mutaassifona biz o'zimiz bilmaymiz, xonavodamiz bilan qanday bu fikrga bo'lsak, biz tilni yaxshi shaklga tarqata olamiz. Yana shuning uchun ana shu bor do'stlar, men ba'zan fikr qilamanki, agar zinda bo'ldik, yodimda bo'lsa, oyinda majlisga bo'ldik, shu mas'uliyatimiz bir-birimizdan so'raymizki, shuncha kitob o'qidik va nechta xonavodamizga va do'stlarimizga shu tilni o'rgatdik. Boz ham til masalasiga ustozlar bir uzunlari bor. Inshaalloh mufassal bu masalaga suhbat qilib o'tadilar. Men faqat shu nima tomonidan majlisni barguzor qilayotgan do'stlar tomonidan shularni payomini sizlarga vasila bo'ldim va xayr va salomat bo'ling deb tashakkur. Madan oldin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Majlisga qatnashgan yoshlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hammadan oldin o'zbek tili bayramini shu tarzda hammalaringizga bo'lsin. Endi til bayrami deganda bu bir shaxsni moli emas, bir xalqni moli emas, balki umuman xalqning mulkiyatidir, xalqning boyligidir. Til bayrami til munosabati to'g'risida, tilning payvayishi to'g'risida Xudovondi Karim o'z oyasida, o'z kalamida insonlarni bir-biridan ayirib turadigan hayvonot dunyosidan ayirib turadigan valida deb tushunadi. Ismiki Xudoy kalima oyat karimlar aytadi: Ar-Rahman allama al-Qur'on, xalaqal insona allamahu al-bayon. Bu oyatning mazmuniga qaraganimizda
bizlarni Alloh Karim shu tilimiz orqali boshqa hayvonlardan ayirib ko'rsatgan. Shu tilimiz orqali bizlar umuman shu ashrafil maxluqot ham go'yoki sanalgan bo'lsa kerak. Endi esa har bir millatga alohida til, alohida hujjat, alohida tarix, alohida kultur, madaniyat bordir. Endi har bir millatning o'zi tili, adabiyotini, tarixini ham bilishi kerak. Biz tilimiz, adabiyotimiz tarixiga nazar tashlaganimizda tilimizning tarixi miloddan 400 yil oldinga borib, tilimiz tarixi demak 2400 yil tarixga ega. Bu silsiladan butunlay yetib kelmagan bizlarga, balki shu bosqich pog'onalarni qaytib bu tarixiy nuqtai nazardan qaraganimizda turli sharoitlarda har qanday ko'rgiliklarni ko'rib kelgan. Tilimiz, haqiqat, adabiyotimiz millatimizni ko'zgusi bo'lib kelyapti. Shunday ekanki, tilimiz, adabiyotimiz millatimizni ko'zgusi bo'lsa, bu tilni, bu adabiyotimizni rivojlanishiga birinchidan shu xalqning o'zi deyarli o'zi mas'uldir. Nima deganda Abdulhamid Cho'lpon O'zbekistondagi adabiyotshunos, yozuvchilardan biri. Uning bu to'g'rida fikri borki, har bir millat o'z tili, adabiyotini rivojlantirishiga hissa qo'shmay, shoirlarini, adiblarini tarbiyalashiga hissa qo'shmay o'tirganda, bilingki, bu til, adabiyot asta-sekin o'ladi deydi. Ya'ni bu til, bu millat asta-sekin yo'qoladi degan fikr bor. Demak, tilimizni tarixi, boyligi hammamizga, agarda bizlarning ilmiy odamlarimiz bor, ularga ma'lumdir. Lekin bu boylikni asrashi birinchidan xalqimizni o'ziga bog'liqdir. Ikkinchidan hukumat mas'ullariga bog'liqdir. Birinchidan deganimizda millatimiz tilini, adabiyotini o'qishiga harakat qilishlari kerak. Ismaki 2 yildan buyon biz mutavajjimiz Afg'oniston Islomiy Amirligi Ma'ruf vazirligi xodirasidan deyarli 100 dan ortiq ilmiy kadriy bahslarni e'lon qildi. Lekin bizlar tojoyiki biz tushunamiz, bizlar qodir bo'lmadikki shularni, shu bahslarni to'ldirsak. Hanuz ham bahslar joyi bor qoladi. Biz men shu trillion orqasidan Afg'oniston Ma'ruf vazirligidan minnatdorchilik bildiraman. Ayniqsa Sahho Ma'ruf vazirligidan Ma'ruf riyosatidan minnatdorchilik bildiraman. Bu bahslarni e'lon qildi. Bu ma'nodaki biz har bir tilga, har bir adabiyotga, har bir xalqning huviyatiga e'tibor beramiz degan gap kelib chiqadi. Demak, bunday bir fursatdan foydalanish endi kimning mas'uliyatidir? Ayo boshqa mas'uliyatlarni ham hukumat bo'yniga olsinmi yoki bizlar ham sam olishimiz kerakmi? Men ilgariroq aytdim,
biz ilmiy kadri sohalarda hanuz ham talabalarimiz bor, şu sharoitni to'ldirmaydi. Yo departament satida, konkurs satida kelganda departamentni tanlashmaydi. Bu xalqqa marbutmi yoki hukumatga bog'liqmi? Bu birinchidan siz bizlarni vazifamizdir. Tilimiz, adabiyotimizni o'zimiz asraymiz, o'zimiz rivojlantirishiga hissa qo'shamiz. O'zimiz hissa qo'shishimiz kerak. Biz endi yana ham shu jarayonda qarangki, darslarimiz hanuz ham to'lmagan va derga aybdor kimdir? Aybdor millatdir. Hukumat ishlarini qilib kelyapti. Hukumat zaminalarni, fursatlarni omoda qilib kelyapti. Maktablarga kitoblarni tarqatib boryapti. Xo'sh. Endi shuni o'qitishda, shu bahslarni to'ldirishda kimlar kerakdir? Shuni o'zlaringiz qazovat qilinglar. Konkurda kelganda o'zbek tili adabiyotini tanlashmaydi. Men bu gapni bu uchun deb aytamanki, bu yerda xalq o'tiribdi bu yerda. Hammalaringiz bu gapdan ogohsizlar va bilasizlar. Olma degan bilan og'iz shirin bo'lmaydi. Balki tilni, adabiyotni rivojlantirish uchun birinchidan mas'uliyat siz bizlarga bog'liqdir. Men ilmiy sohada ishim bo'yicha, soham bo'yicha ishlab keladigan men va menga o'xshagan ustozlar, ilmiy kadrlarimiz hech qachon jim o'tirmagan, balki ilmiy tahqiqiy ishlarini qilib kelmoqdadir. Lekin bir kun bilan bahor bo'lmaydi bu. Hech vaqt. Men o'z soham bo'yicha ishlab boryapman. Siz ham millat, bu xalq, buni ham eslash kerak. Ismiki Abdulhamid Cho'lponning gapiga inab qaytaman. Abdulhamid Cho'lpon bu gapni abas aytmagan. Bu gap bizlarga bog'liqdir. Biz buni amaliy qilishimiz kerak-da. Qarangki, bizlardan tarix bo'yicha buyuk imperatorlar yetib kelgan. Imperatorlik qilib kelganlar. Miloddan 400 yil oldindan boshlanib ila 1875 milodiy yilgacha yetib keldi. Hozir ham davomi bor. Endi mana shunday bir jarayonda tarixiy iftixorotimizga tayanib turish bilan xulosa bo'lmaydi. Tarixiy imperatorliklar shu sohada farhangiy ishlarni bo'lgani, bo'lmaganligi dar haqiqat o'sha vaqt zamon ekan bo'libdi va ketibdi. O'sha vaqt zamon qismiki Hazrat Navoiy o'z mehr va muhabbati asosida, o'z aloqasi asosida o'zbek tilini rivojlantirish uchun qanchalik zahmatlarni chekkan va biz bugun iftixor qilib o'tiribmiz. Lekin bu iftixor bilan xulosa bo'lmaydi, balki yana ham bizlarga nimadir? Mas'uliyat beradi. Til degan, kultur degan, farhang degan, buni asrashda, buni hifz qilishda bir nafar ojizlik qiladi, bir guruh ojizlik qiladi, balki millat ham bunga harakat qilishlari kerak. Millat ham bundan himoya qilishlari kerak. Millat ham bunga e'tibor berishi kerak. Bizlarni avlodlarimiz konkurda kelganda o'zbek tili adabiyotini tanlashmaydi. Nima uchun tanlashmaydi? Boradi, dari tili,
ingliz tili va arabiy tili adabiyotini tanlaydi, arabiy tili, dari tili, ingliz tili boshqalarni o'qishadi, o'zbek tili adabiyotini o'qishda or qilishadi. Fe'l ta'sir bor ish bu. Xil achinarli ahvol bu. Men ilmiy kadr bo'lganim bilan bu men bilan xulosa bo'lib qolmaydi bu. Balki sizlar ham olishlaringiz kerakda. Butun bu adabiyot, bu kultur, bu millatning tarixi juda ham boy. Buyuk imperatorliklar bo'lib kelgan, lekin ular ham o'z hissasi bo'yicha ishlarni qilib kelgan. Bu imperatorliklarga, bu farhangiy o'tmishlarimizga, tarixlarimizga takya qilish bilan tilimiz o'smaydi, tilimiz rivojlanmaydi. Ismiga ilgaroq aytdik, Ma'rif vazirligida ma'rif riyosatlari orqali kitoblar tavsiya bo'lganda shularni kim tadris qilsin? Bizlar Afg'oniston bo'ylab Kobuldan va shumuli Kobul 7-8 viloyatdan yilida 20 yilida 200 kishi, 100 kishi forig' bo'ladi. Joy keladiki, bizlar bozorfiyat odamni qidiramiz, toplaymiz. Endi bu tilimizni asrashda mas'uliyat kimga bog'liq ekan? Sizlarga bog'liq ekanda, bizlarga bog'liq ekanda. Aytib o'tdimki, bizda ilmiy kadrlarimiz Afg'oniston bo'ylab jim o'tirmagan, tinib o'tirmagan, ilmiy tadqiqiy ishlarni milliy satida, xalqaro satida qilib kelyapti. Endi esa qolgani sizlar millatga bog'liq. Sizlar millat tilingiz, adabiyotingizga ega chiqishlaringiz kerak. Ala kulli hol o'zbek tilini 2400 yil tarixga ega bo'lgan bayram hammamizga qutlug' bo'lsin. O'zbek tili butun imperatorlarning tilidir. Ularning tili, Qoraxoniylar tili, Saljuqlar tili, G'aznaviylar tili, Temuriylar tili, Boburiylar tili, 18-asrdagi xonliklar tili. Bugun 6-7 mamlakatda yashaydigan o'zbeklar 50 milliondan ortiq o'zbeklarning tili bo'lgan. Bu bayram hammamizga qutlug' bo'lsin. Umidvormanki, millatimiz tiliga ega chiqsin. Millatimiz adiblarini tarbiyalashga, adiblarni himoya qilishiga bel bog'lasin. Tilini boyitsin. Avlodlarini o'zbek tili adabiyotini o'qishiga haddan imkon tashviq qilsin. Endi esa nimadir tilimiz boy bo'ladi. Darg'ayrazu tilimizning boyligi faqat og'izlarda, tillarda qoladi. Bas, lekin rivojlanmaydi, asta-sekin mumkin ham o'lib ketsa kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Umidvormanki, qarorgohda gaplarimdan qaysi xasta bo'lgan. Ona tilingni bilsang, begonalarga o'rgat. Chin ko'nglingda sevsang, turkonalarga o'rgat. Chin ko'nglingda sevsang, turkonalarga o'rgat.
Yuragim mehri to'lgan nigahana dilimsan. Senga qilar duolar musaddiqing hamisha. Ko'rmading diyodan zarra jafo dilimsan. Oqib bahori bo'lgan sofu safo dilimsan. Yuragim mehri to'lgan nigahana dilimsan. Tarixingdir min asirlar içra pinhan o'zbegim Tarixingdir min asirlar içra pinhan o'zbegim Senga tengdosh tomir Ak saçlı yansan özbegim Torpaq mən çapdılar, hamzor, tohum daşlı qalam. Torpaq mən çapdılar, hamzor, tohum daşlı qalam. Yüz kitap, tarixdən nişan mentəxar, bostan farzandından. 29 Mezon Uzbek Milli Bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederim. Tarixing dur min asrlar ichra pinhon o'zbegim senga tengdosh bo'lmiru Avrupa ülkesiga borsam, endi men bugun sana duo beraman. Sen boyat borsan Avrupa ülkesiga ishlasang, pul topsang. Meni bir necha nasihatim bor. Birinchida sen iymonini qo'ldan bermagin. Ikkinchida farhangni qo'ldan bermagin. Farhang bilasan biz bir O'zbek, ha, o'zbek ko'ylagimiz bor, o'zbek shundayimiz bor, libosimiz, unda kiyishimiz kerak. Uchinchida til. Tilni bilasiz, til ko'proq muhim narsa. Tamam, Avropaga boribdan mayis qarayib kelmay ta'min oldilar. Biz o'zbek boy tilimizni yo'qotmasak. Aya, faqat men bugun sana duo beraman. Yo'qsa degan ayni jurakdan duo beraman, sen borib ishlab pul topib kelgin. Xayr ko'raman ata. Juratdan duo beraman inshaalloh. O'zimizga molim xudodan topib bergan bo'lman inshaalloh. Avval boraman turib qolimni Bu gap meni o'z yuragimda bor. Aytmay dedim, hayotdan yodimdan chiqib ketmasin. Xudovan seni bahar olib kelsin. Amin inshaalloh. Bahar yaxshi ishlagan, o'z tilingda, o'z farhangda, o'z iymonini qo'ldan bermagan. Amin Allohu akbar. Tuyini qolib ketmadi. Sog'lom bo'lsin. Shunda keladi, qaysi gap bor? Armani 10 yil bo'lib ketganiga ma'lum bo'ladi. O'zimizda. Sog'lom jamda keladi, ma'lum 10 yil bo'lib ketganiga. Motorga mindirib ketgan. Sari yaxshi. Avropadan keladi fikrimcha. Ma'lum ishlardan sizga o'zingizga ma'lum. O'zing bilasan, men savob ma'lum odamman. Hech tayyormaydan qovurmadan ko'raman. Qolgani chiqqan joy taqorlar. Bu yerda qovun bitlang. Xo'p, tayyormaydan sho'rma. Tamomiy o'rganishlarimiz-ki xorijdan keladilar, avval shu yerga tushadi. Undan keyin kelishadi. Bu tekda o'sha xorijlar so'rasizlar, xorijlar ham kelishadi. Ahkam shular qanday keladi? Qaraqanday bo'lib keladi, albatta. Chapan, kalabesh aytaman ha. Men bo'lmagan qo'naqlar berganman. Buni bo'ldirib turib, mo'ysam bo'libsan, yil o'tdi. Albatta. Kela. Tarixingdir min asirlar içra pinhan o'zbegim Tarixingdir min asirlar içra pinhan Telefonim chorchi yo'q ekan, yo'q olib berdim. Bundan xolos so'rab qolshi, akam keldi. Shu o'zimizni farqimizni ham gaplashishni patta kelaman sen.
Hey, bir alaytırız paysa yürüdüğümüz yürüdüğümüz bu men fikrdan buzulgan. Bu beni bu onu güvendeken canımda beni bu hamasi ona nasihat vergen ben inşallah o bu yesek çıkarmayın. O bana ne mayda biçeyim men bilmem olanı çıkore. Mayde mi? Buramız sana tanin olsa olan yaxshi tarbiya qilganimiz bu meni bu chopani Aslında sen daha bunu yapayım bu yarısı. Aslında o telegram yarısı. Hadi akaya. Televizyonda kameralar yaxshi olgan video. Kim bu bacha? Avariyo jigar. Siz akamizni Avrupa'da kechib ko'rganmizmi? Bu otam bo'ladi. Akamiz Turkiyada kelishadi. Çoban torluğunuz ver o da. Aynen buramsız siz. Yok ben oğlum ben. Bu özümüzün maramatlar var. Maramat falan mı? Ana şunu mesela ya. Dur böyle vada. He oğlum kanı sen canım gör var. Demek. Sen vatanı kollama beni kollarsın. Sen onu. Bu da kızım zaten. Siz bu sporlardan ne olur? Tamam ben akşam hava arıyor. Ben sana ne dedim? Sayın arkadaşım. Ben sana ne dedim? Nasihat vergene. Çünkü kanı olur kosan sen. Ya ata sesme o. Avrupa'da boşa kalsan kosan. Aha. Siz qayga jiribsiz alo'maydir millat qayga boribdi? Avrupaga. Avrupa'da. Hey. Men otamni gapirdim bu odamni qonib chiqdi. Yaqin. Ading bo'la mana. Siz aka bo'lsangiz chopaningiz kim kelchadingiz? Chopan. Qani chopanimiz? O odam Avrupadan keldi, bilasizmi Avrupa? Ne bırakıp tüllerim şey yapmadı mı? Sen qo'ldan berib. Avariyo. Astagfirullah. Ben sana bana nasihat verin. Ben sana yaxshi duo berin. Bu yaxshi paysa ishlab kelganda yaxshi tilimiz yo'q andamidi. Bularga Bizi farmanimiz bunga kulmang. Bu tilimizni gapiryapti. Siz nima deysiz? Avrupa. Buna farkı bunu oldu. Onlardan vermeydi. Avrupa'da dövdü. Mollaga men bilaman, siz beraber keling. Eski var ya da. Baba çabuk ne bu maçta bu kadar maçta nasihat verin. Seni gamlı. Biz de hayran kalacağız bundan. Yo'q, bunday emas. Balki 10 yoshga turibdi. Shularni farhangini ostiga qolibdi, shularni tilini o'rganibdi, shular kimni? Şu Avrupa'ya kime girelim? Ana shuning Hem bana bakın ay seni görmeyeceğim bakalım. ana shu xorijdan mana shuning kim keldi. Hey. Qaysi verayim ata? Hadi mi paysa? Paysa. Abone ol parayı bunu kula bu. O'zim paysa o'zim. Aka, musulmonsizmi yo dinga qo'ldan bergansizmi? Qanday? Alhamdulillah. Musulmon, Xudoga shukr musulmon. Shunchasi ham shukur qilamiz. Musulmonmiz. Uyga olib ketaylik bizdan. Hey. Ana tilingni bilsang begonalarga o'rgan. Chin ko'nglingda sevsang furqonalarga o'rgan. Chin ko'nglingda sevsang yana ham tarixni go'zallashtiradi. Bu yana ham tilimizni, adabiyotimizni, tariximizni boshqalarga ko'rsatib to'xtaydi. Bu darhaqiqat millatimizni boyligidir, millatimizni o'sha an'anasidir, madaniyatidir. Bu madaniyat bir oilaga, bir xonavadaga tegishli emas, balki bir xalqni